Sochimni nima qilsam ekan? Manga sochimni to'g'rilashda aytinglar, nima qilay? Yuving. Kecha yuvdim-ku. Qaytaga nima aytgan? Ketmas ekan. Sochimni nima qilasam ekan? Hey, bolam ekan. Voy. Burungi zamonni qiziq. Ha, burungi zamon qizaman biz. Sochimni nima qilay ekan? Eng tinch salonga boring. Salonda ele battar kuni yo'qdir. Menga yuzimga tushmaydi ular. Makiyaj ko'ylak. O'shan qizil uzungina ko'ylakcham bor o'shanki. Ko'ylagingizni kiying. Xo'p, sochimni bironma o'rgatinglar qilay. Faqat ukalatga keyin dazmollay olmayman, chunki hozir svetimiz yo'q bo'lgani uchun undan boshqa narsa aytinglar. Nima qilib to'g'lasam bo'ladi? Sochingizni xostik. Nima u xostik? Salonga borsangiz 400-500 ming pulingizni oladi. Yuzni ko'ylak kiying. Tepaga yig'ing. Men bunday qilib olay, men bunday qiladimi? Tepaga yig'dim. Shunaqa aytyapsizlar? Yozib ketaman. Men so'chasam. Ha, men aytgan. Mana shunaqa. Birinchi punkt. Yayib olib ket. Tepaga o'ting yo'q. Ha, xo'p. Bo'ldi, shunaqa qilib olaman. Ko'ylakda hozir kiyadimi yoki mendan kiyimmi? Sochdan kiyimmi? Oldin sochni to'g'rilab, keyin ko'ylak kiydim. Yo birinchi ko'ylak kiyib, keyin sochni to'g'riladim. Kiyib oling. Hozir kiying. Oldin ko'ylak. Bo'ldi. Hozir 5 minut kutib turing. Men ko'ylagimni unda kiyib olay. Hozir kiy. Bo'ldi, hozir kiyaman. Orasini yoping. Sochimni bir nima qilamiz? Ko'ylakni kiyib olay, xo'p? 5 minut.